Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan buyruq fe'llarni, ya'ni fe'llarni buyruq shaklini o'rganamiz. Misol uchun, gapir demoqchi bo'lsak, говори, yoz demoqchi bo'lsak, напиши, qo'ng'iroq qil demoqchi bo'lsak, позвони, yo o'qi demoqchi bo'lsak, читай, eshit demoqchi bo'lsak, слушай, ishla demoqchi bo'lsak, работай deb aytamiz. Lekin nimasiga qarab oxiriga i yoki y harfi qo'yiladi? Kelinglar buni sizlar bilan hozir o'rganamiz. Birinchisi, nima qilishimiz kerak bo'ladi? Xohlagan bir fe'limizni olamiz. Misol uchun bu yerda говорить fe'lini olyapmiz va fe'lni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa o'zgartiramiz? Uni они shakliga hozirgi zamonga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni говорit'ni hozirgi zamonda aniga moslab aytadigan bo'lsak, они говорят bo'ladi. Yoki позвонить bo'lsa, aniga nisbatan позвонят bo'lib keladi. Aniga qo'yib aytdik. Demak, agar совершенный вид fe'li bo'ladigan bo'lsa, kelasi zamonga qo'yib aytamiz. Agar не совершенный вид, ya'ni tugallanmagan ish harakati bo'lsa, hozirgi zamonga qo'yib aytamiz. Va keyingi qadamimiz bu yat bilan tugagan joyni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Va bizda говор и позвон degan qismi qolar ekan. Mana shu qolgan qismini oxirgi harfiga e'tibor beramiz. Mana r harfi va n harfi. Agarda ushbu harflarimiz undosh bo'ladigan bo'lsa, biz ularga i qo'shimchasini qo'shamiz. Shu joyga e'tibor beramiz. Agarda undosh bilan tugagan bo'lsa, основа deyiladi bu, ya'ni o'zagi, so'zni o'zagi undosh bilan tugaydigan bo'lsa, ularga i qo'shimchasini qo'shamiz. Говори, gapir, позвони, qo'ng'iroq qil degan. Agarda biz hurmat yuzasidan yoki ko'plikka aytadigan bo'lsak, говорите, gapiringlar yoki gapiring ma'nosida keladi. Позвоните, qo'ng'iroq qiling yoki qo'ng'iroq qilinglar deganni aytishimiz mumkin. Demak, aytib o'tdim, o'zaki undosh bilan tugasa, biz i qo'shib aytar ekanmiz. Keyingi turimiz bu, agarda o'zagi unli bilan tugaydigan bo'lsa, e'tibor beramiz. Mana читать fe'li o'qimoq, слушать tinglamoq, работать ishlamoq. Ushbu fe'llarni ham aniga moslab aytamiz. Mana читают они слушают, они работают bo'ldi. Yutlarni olib tashlaymiz. Bizda chita, slusha, работа degan qismlar qoldi. Va mana shu qismni eng oxirgi harfi a bilan tugayapti. Bilamizki, a harfi bu unli harf. Va shunaqa a bilan tugaydigan yoki unli bilan tugaydigan bo'lsa, biz y harflarini qo'shamiz. Buyruq shaklini hosil qilish uchun. Shunda bizda chitai bo'ladi. Ya'ni o'qi demoqchi bo'lsak, chitai. Eshit demoqchi bo'lsak, слушай deb aytamiz. Ishla bo'lsa, работай deb aytamiz. Agarda hurmat yuzasidan o'zimizdan katta odamga aytmoqchi bo'lsak, читайте yoki ko'plikka aytishimiz mumkin. O'qinglar demoqchi bo'lsak, читайте deb aytamiz. Eshitinglar bo'lsa, слушайте bo'lib keladi. Endi savol tug'iladi. Qachon biz совершенный видni aytamiz, говори deb, qachon скажи deb aytamiz, qachon звони deb aytamiz, qachon biz позвони bilan aytamiz. Bu juda ham oddiy. Agarda doimiy qilinadigan ishlar yoki jarayon bo'ladigan bo'lsa, SV bilan joyidan orttirib qo'yman. NSV bilan aytamiz. Ya'ni NSV bilan biz jarayonlarni ifodalashimiz mumkin ekan. Совершенный вид bilan esa tugallangan ish harakatini aytamiz. Demak, говори bo'lsa, bu jarayonni nazarda tutgan bo'lamiz. Misol uchun qaraymiz. Делай уроки каждый день. Darslaringni har kuni qil. Demak, har kuni bo'lyapti bu jarayon. Shuning uchun biz NSV bilan, NSV fe'li bilan aytyapmiz. Agar bugun kechqurungacha darslaringni qil demoqchi bo'lsak, mana сделай уроки до вечера. Bu yerda aniq vaqt va natija nazarda tutilyapti. Kechgacha qilib bo'lish. Va shuning uchun ham biz совершенный вид bilan, ya'ni сделай bilan aytyapmiz. Endi har doimgi mavzularda bo'lgandek, bu mavzuda ham istisno holatlari bor.
Demak, istisnolarni ko'rib chiqamiz. Быть bo'lmoq, bo'l demoqchi bo'lsak, будь. Misol uchun, sog' bo'l demoqchi bo'lsak, biz rus tilida будь здоров deymiz. Будь здоров. Так, keyingisi есть degani yemoq ma'nosida kelyapti. Ye demoqchi bo'lsak, yesh deymiz. Dать bermoq, day bo'lsa ber degani. Bering bo'lsa, dayte deb aytamiz. Ехать transport vositasida biror joyga bormoq tarjimasida keladi. Bor demoqchi bo'lsak, поезжай. Razgovorda езжай deb aytsak ham bo'ladi. Идти biror joyga bormoq, bor demoqchi bo'lsak, иди deb aytamiz yoki boringlar bo'lsa, идите. Бежать yugurmoq, begi bo'lsa yugur degani aytishimiz mumkin. Lech yotmoq, lag bo'lsa yot degani. Sest o'tirmoq, sядь o'tir degani aytamiz. Встать turmoq, встань bo'lsa tur deganda aytamiz. Взять olmoq, возьми bo'lsa ol deganda aytishimiz mumkin. Keyingisi открыть, закрытlarda ochish, yopishda открой, закрой deb aytamiz yoki teni qo'shsanglar bu yerda ham yoping, oching deganda aytish mumkin. Keyingilari bu juda ham ko'p ishlatiladiganlardan bittasi сказать, aytmoq, ayt demoqchi bo'lsak, gapir, скажи. Показать, biror narsani ko'rsatmoq, ko'rsat demoqchi bo'lsak, покажи yoki ko'rsating bo'lsa, покажите deb aytamiz. Писать yozmoq, umuman o'zgarib ketadi qaranglar. Пиши deb aytadi. Keyingisi написать yozmoq, напиши deymiz. Yoz demoqchi bo'lsak, резать biror narsani kesmoq, kes demoqchi bo'lsak, режь. Связать biror narsani bog'lamoq, bog'la demoqchi bo'lsak, свяжи deb aytamiz. O'ylaymanki, ushbu mavzularga tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarimizgacha ko'rishguncha xayr.